Amir Temur va Temuriylar tomonidan barpo etilgan saltanat nafaqat o'zining qudrati, bunyodkorlik ishlari, ilm-fan va san'at homiyligi, balki yuksak darajada tashkillashtirilgan harbiy musiqachiligi bilan ham ajralib turadi. Temuriylar qo'shinining jang maydonidagi salobati, tartib-intizomi hamda g'alabadan keyingi tantanalarida harbiy musiqa va uning ijrochilari, cholg'uvchilar muhim o'rin tutgan. Jang maydonida cholg'u asboblaridan foydalanish shunchaki madaniy yoki kundalik an'ana emas, balki chuqur o'ylangan tadbir, ruhiy va tashkiliy ahamiyatga ega bo'lgan zarurat hisoblangan. Ularning asosiy vazifalarini quyidagi yo'nalishlarda tizimlashtirish mumkin. Ishora va aloqa vositasi. Jang maydonidagi shovqinning yuqoriligi va masofaning uzoqligi sharoitida askarlarga buyruqlarni tez va aniq yetkazishning eng samarali usullaridan biri cholg'u ovozlari bo'lgan. Hujumni kuchaytirish, safni qayta tuzish yoki chekinish shular jumlasidandir. Nog'ora, surnay, karnay, dovul, sur va boshqa jarangdor ovozli cholg'ular bu vazifani bajarish uchun maxsus ishlatilgan. Muayyan harbiy qism yoki bo'linmaning o'ziga xos musiqiy chaqirig'i yoki ovozi bo'lgan. Bu esa jang maydonida o'z bo'linmalarini tanib olishga yordam bergan. Jangovar ruhni ko'tarish. Musiqa askarlarning ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ularda jasorat, vatanparvarlik, birdamlik hissini uyg'otgan. Qo'rquvni yengishga, charchoqni unutishga va g'alabaga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qilgan. Tartib va intizom. Cholg'u asboblarining ovozlari askarlarning bir maromda qadam tashlashini, safni to'g'ri ushlashini va harakatlarni muvofiqlashtirishni ta'minlagan. Bu nafaqat jang maydonida, balki harbiy yurishlar va mashg'ulotlar paytida ham muhim bo'lgan. Ayniqsa, piyoda qo'shinlarning tartibli harakati uchun nog'ora va dovul ovozi katta ahamiyatga ega bo'lgan. Cholg'u asboblarining ovozlariga aniq va tezkor javob berish talabi askarlarda intizomni shakllantirgan. Dushmanni sarosimaga solish. Baland va vahimali cholg'u sadolari dushman askarlarida qo'rquv, sarosima va tartibsizlik keltirib chiqargan. Ko'p sonli cholg'u asboblarining birgalikda jaranglashi dushman tarafga qo'shinning son jihatdan ko'pligi va yaxshi tashkillashtirilganligi haqida taassurot uyg'otgan. Amir Temur harbiy cholg'u asboblaridan jang maydoni va undan tashqarida mohirlik bilan foydalangan. Temur tarixda birinchilardan bo'lib, jasorat ko'rsatgan askarlarni maxsus cholg'u asboblari bilan taqdirlashni harbiy odat tusiga kiritgan. Temur tuzuklarida bu borada quyidagi ma'lumotlar qayd etilgan. Biz farmon qildikki, agar biror amir biror mamlakatni zabt etsa yoki dushman qo'shinini mag'lub qilsa, unga 3 xil imtiyoz berilsin. Faxrli unvon, tug' va nog'ora topshirilib, u bahodir deb e'lon qilinsin. Misol tariqasida Dasht Qipchoqqa O'rusxonga qarshi jang qilish uchun yuborilgan amirimiz Igu Timur g'alaba qozonib qaytgach, uni taqdirlab tuman, ya'ni qo'shin, tug', bayroq va nog'ora inom etdik. Temuriylarda cholg'u asboblari harbiy darajani belgilaydigan ramz sifatida ham ishlatilgan. Ayniqsa, zarfli cholg'ularga alohida ahamiyat berilgan. Mazkur holat Temur tuzuklarida o'z ifodasini topgan. Hujjatda keltirilishicha, 12 nafar oliy martabali amirning har biriga bittadan bayroq va nog'ora inom etilgan. Amir ul Umaro esa bayroq va nog'ora bilan bir qatorda tuman tug'i va chortug' bilan ham taqdirlangan. Mingboshilarga bir tug' va karnay berilgan bo'lsa, yuzboshi va o'nboshilarga 5 tadan katta nog'ora topshirilgan. Aymoq amirlariga bittadan burg'u taqdim etilgan. 4 nafar beklar begi esa bayroq, nog'ora, chortug' va burg'u kabi harbiy ramzlarning to'liq majmuasi bilan siylangan. Temuriylar davrida harbiy harakatlarda asosan kuz, nog'ora turlaridan biri. Nog'ora, dovul, karnay, burg'u. Karnayning bir xili qovoq shoh shaklida bo'lgan. Surnay, nafir, pastdan yuqoriga kengayib boruvchi shoh, bronza yoki kumushdan yasalgan nay. Cholg'u asboblaridan foydalanilgan. Salohiddin Toshkandiyning Temurnoma asarida Rumga qarshi yurishga 40 ming askar bilan birgalikda yana shuncha karnay, nog'ora cholg'uvchilari va 4 ming nafar hofizlar ham jalb qilingani qayd etilgan.
Nizomiddin Shomiyning Zafarnoma asarida harbiy yurishlarda cholg'u asboblaridan foydalanish holatlariga ko'p bor yoritilgan. Bunga yorqin misol sifatida 1393-yilda Sohibqiron lashkarlarining Sheroz hududiga qilgan yurishini keltirish mumkin. Zafarnomada tasvirlanishicha, jang boshlanishi bilan chalingan karnay va nog'oralarning gumburlagan quloqlarni qomatga keltiruvchi ovozi dushman askarlari orasida katta sarosima va parokandalik keltirib chiqargan. Ularning jangovar tartibini izdan chiqargan. To'xtamishxon Boyazid bilan bo'lgan janglarda ham nog'ora va karnay tovushlar tog'larni va dashtlarni larzaga solib, quloqni qomatga keltirgani bayon qilingan. Boyazid bilan jang boshlanishidan oldin karnay, nog'ora, burg'u va boshqa cholg'u asboblarining ovozi butun olamni tutganligi ham manbalarda qayd etilgan. 1399-yilda Amir Temurning Hindistonga yurishi davomida Roy Ratan boshli hind rojollari Temur qo'shiniga qarshi jang qilish uchun to'planadi. Temur o'z askarlariga keng maydon bo'ylab bir safga tizilishni, katta gulxanlar yoqishni va bir vaqtning o'zida karnay, nog'ora kabi zarbli va damli cholg'ularni imkon qadar baland ovozda, davomli va vahima uyg'otadigan tarzda chalishni buyuradi. Bu harakatlar natijasida kechasi osmonga urilayotgan alangalar yog'dusi va quloqlarni qomatga keltiruvchi gumburlagan musiqiy sadolarning qo'shilmasidan iborat g'ayrioddiy va qo'rqinchli manzara yuzaga keladi. Bu holat Roy Ratan askarlariga qattiq ruhiy zarba beradi. Umuman olganda, barcha turkiy sulolalarda bo'lgani kabi, Temuriylarda ham o'ziga xos milliy cholg'uvchilik maktabi mavjud bo'lib, bu odat asrlar davomida turkiy sulolalarga meros tarzida o'tib kelgan. O'zbek davlatchiligida muhim o'rin tutgan Temuriylar sulolasi davrida esa harbiy cholg'uvchilik yanada yuksalib, ilg'orligi bilan ajralib turgan. O'z davrining barcha yutuqlaridan oqilona foydalangan Amir Temur bu borada ham zamondoshlaridan bir pog'ona yuqorida turgan. Ushbu maqolani Tarix instituti kichik ilmiy xodimi Ulug'bek Olimov tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimiz va videolarimiz havolalarini olib, o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi guruhlaringizga, do'stlaringizga tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shu orqali siz bizga kanalimizning rivojlanishida, videolarimiz davomiyligi oshishida, videolarimiz sifatli chiqishida katta yordam bergan bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.